Taqdimot Suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi gender kengashi va ishchi guruh ishtirokida o'tkazildi. Unda Oliy Majlis Senati, xalqaro tashkilotlar va boshqa muassasalar vakillari qatnashdi. Konstitutsiyamizda qo'yilgan asosiy mana shu tamoyillardan biri bu O'zbekiston Respublikasida ayollar va erkaklarni teng huquqliligi. Bundan kelib chiqqan qator qonunlar qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi bugun qator xalqaro shartnomalarga teng huquqli a'zo bo'lib, shu shartnomalardagi o'z majburiyatlarini bajarib kelmoqda. Va bugun mana shu gender tengligi bo'yicha suv xo'jaligi tizimidagi konsepsiyani qabul qilinishi bu juda ham bir muhim, juda ham bir zarur hujjat deb hisoblaymiz. Tadbirda konsepsiyani tayyorlash jarayoni, video ta'lim materiallari va 2027-yilgacha mo'ljallangan harakatlar rejasi ham muhokama qilindi. Suv xo'jaligi sohasida nafaqat erkaklar, hatto ayollarni ham ishlashini biz yaqqol ko'rsatib bera oldik. Masalan, hududlarga, qishloq hududlariga borganlaringizda kanallarni bo'ylarida hozir ham ko'rishingiz mumkin. Ayol xodimalarimiz faoliyat yuritishadi, suvlarni o'lchashadi, kanallarni bo'yida yurishadi. Hattoki biz shunday nimaga ham erishdik, bizda Buloqboshi suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasini direktorini ayol xodima, ya'ni ayol xodimani qo'yganmiz rahbar qilib. Juda ham ishni yaxshi amalga oshiryapti. Shu yo'sinda biz ko'rsatmoqchimiz, ayollarni ham mana bunaqa lavozimlarda ishlashi, erkaklar bilan tengma-teng, yelkama-yelka ishlab yurib, faoliyat yuritishini ko'rib boryapmiz. 2030-yilgacha esa rahbarlik lavozimlaridagi ayollar sonini oshirish, suv sohasidagi shaffoflikni kuchaytirish va gender masalalari bo'yicha xabardorlikni yanada oshirish ko'zda tutilgan. Farangiz Aliyeva, Ravshan Saidahmedov, Joyda informatsion dastur uchun.